Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi, aynan Rossiyadagi va O'zbekistondagi qadrdonlar. Hozir bitta mavjudotni videosini ko'rib qoldim. Bu yerda u oldin birga yurgan hamtovoqlarni ko'tini ochgan. Yaxshi yomon birga bir dasturxonda o'tirishgan. O'zbekistonda bilmadim. Vobsheta odamlarga nima bo'lyapti, men tushunmadim. Sardor Gangster va yana bitta Ali Banatni dedim, o'sha bolani ko'tini ochib, ikkalasini ham naqsiz bo'ladi deb bittasi jalab chiqibdi. Oldin tana sotish bilan shug'ullanib, videolarini ko'rganmiz, ko'p ishlar qilganlarini ko'rganmiz. Hozir ham bu ishlarni to'xtatgan yo'q, nabarot o'zini qimmat fohishaman deb e'lon qilgan. O'ta qimmat fohishadan o'ta qimmat reklama bo'libdi, o'ta qimmat bolalarni qamalishiga sabab bo'ladigan yoki deport bo'lishiga sabab bo'ladigan ma'lumotlarni aytibdilar. Sardor Gangsterda u qosela bo'ladi, Sardor Gangsterda bu qosela bo'ladi. Ana bolani ham qimorvoz u bu debdi. Siz jalabsiz, ular qimorvoz bo'lsa, u ko't bo'lsa, siz jalabsiz, siz fohishasiz. Siz nimasiz? Sizning statusingiz qanaqa? Siz nima? Sizni butun internet biladi. Sizni kimdir ko'taruvdi, olib chiqib ko'rsatib, o'sha paytda buni videolarini ko'rganmiz, tavba qildim. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Kerak bo'lsa topib biron joyga tashlab ham qo'yishim mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, shunday qora rezinkani olib, u yog'iga tiqib baqirgan. Men hayotimda ko'rmagan narsamdi. Bittasi tashlab yuborgan. Bu normal odam emas deb ko'rib hayron qolganman. Buni shunaqa nimalari bor. Lekin Sardor Gangsterga bu videoyim. Sardor uka Rossiyada pornografik videolar tayyorlash, reklama qilish, Telegram kanal ochish, pulli privatniy kanalga o'tinglar deb odamlarni jalb qilish, bir joyga yig'ib u pornografik videolarni sotish oxiri eng lehki, eng oson, eng yumshoq 6 yilga qamaladi. Agar isbotlanib juda ham ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, juda jirkanch voqealar sodir bo'lib ketgan bo'lsa, srok ko'payaveradi. Men sizlarni bu narsani o'zimdan to'qiyotganim yo'q. Hozir video qo'yaman. Bemalol ko'rib hayron qolsanglar bo'ladi. Internetda уже bo'lyapti bu narsa. Nedavno bo'ldi bu voqea. Shu xotinni videolar tarqatganligi uchun 6 yilga qamab yuborishdi. Deb bemalol bu xotinni ham sizlar ham qamatsalaring bo'ladi. Kerakli joylarga bitta zaявление qilsalaring, bu ham oyog'i osmondan, xuddi sizlarni ko'tinglarni ochyapti-yu, tipa. deb sizlar ham uni ko'tini ochsalaring bo'ladi. Qonun hamma yerda ishlaydi. O'zbekistonda ham buni qilayotgan ishlari qonuniy ko'rib chiqilsa jinoyat hisoblanadi. Rossiyada ham xuddi shunaqa. Tem bo'lib Rossiyada hozir fohishalarga, translarga juda qattiq tartibda shularga qarshi kurashilyapti. Bekordan bekorga Rossiyada to'ppak bo'lib yurgan translar bordi. Men Rossiya fuqarosiman, men unsiman, men bunsiman degan. Bir Rossiya fuqarosini ham ayab o'tirishgani yo'q. Rossiya fuqarosi bo'lsangiz o'zingizga qonunni buzdingizmi? Rossiya fuqarosimisiz, Amerika fuqarosimisiz? Hamma bir xil. Bu xotin ham men Rossiya fuqarosiman deb karillab ana qilib yuribdi. Endi menga kim fuqarolik berdi, nimaga berdi? Asoslarni o'rganish kerak. Qayerdan oldi bu fuqarolik? Hozir fuqarolik sotib olish uchun ham jinoyat javobgarlik, hamma narsa bor. Sardor uka dannilari bo'lsa surib yuborsang, ko'tkovlashib, bu tomondan biz ham boshlab beraveramiz sen uchun. Mana ko'tkovlab, yomonlab, bir dasturxonda o'tirib, ana qiladigan bo'lsanglar, hamma yoqda salomga yarashalik bo'ladi. Keyin yonida bitta sariq po'pishak qizni ham ushlab olib, u ham fohishalik bilan shug'ullanyapti. U qizni ham dannisi bo'lsa, kerakli joyga yetkazinglar. Rossiya hududida Telegram kanal ochish, bunaqa jalab-jalab videolarni qilish, har xil gaplarni gapirish, boshqa tilda qizig'i yo'q. Masalan, o'zbekcha gapiryapti-yu, o'zbek auditoriyasi degan gap yo'q bu yerda. Hudud inobatga olinadi va bemalol bular ham katta xolasini kattanaqasiga kirib ketsa bo'ladi. Videoni ko'ringlar, o'zingizlar uchun xulosa qilinglar. Hammaga omad. Bunaqa bir-biringlar bilan bir joyda o'tirib noyib, keyin bir-biringlarni kuch ko'shib g'ajimanglar. 7-летнюю Диану Шурыгину задержали еще в мае по подозрению в изготовлении и распространении порнографии. По данным следствия, девушка, ставшая известной после скандальных выпусков ток-шоу об изнасиловании, снимала видео для взрослых и выкладывала их в интернет. На этих кадрах неодетые Шурыгина с подругой Настей Холод фотографируют друг друга. Но фотосессия была лишь прелюдией. Дальнейшее развитие событий в эфире показывать просто нельзя. Давай так целуемся.
Подобные интимные видео Шурыгина публиковала в своем платном телеграм-канале. Подписка обходилась любителям подобного контента почти в 5000 рублей. Видимо, такие сомнительные публикации и вызвали интерес правоохранителей. В июне Шурыгина стала фигурантом уголовного дела.